har bitta payg'ambar birodarlar qancha umr ko'rishligini bilgan. Va hech qaysi payg'ambar joni olinmagan, magar ixtiyor berilgan. Dunyoda xolasiz qolasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham taklif qilingan. Qiyomatgacha yashaysiz ya Rasululloh. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi. Butun yer yuzi siz qo'l ostida bo'ladi. Keyin jannatga kirasiz. Deganda payg'ambarimiz yonida turgan yigit terisiga sig'may ketdi. Jannatul baqiga chiqib salom berdi. Ularda haqqiga duo qilib turganda payg'ambarimizning holi birdaniga bo'shashib ketdi. Ya Rasululloh nima bo'ldi o'tkazganda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, hozir men oldimga Jibril keldi va aytdiki, "Ey Muhammad, agar xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Islom bilan obod bo'ladi yer yuzi. Yer yuzida butun yer yuzi qo'l ostida bo'ladi, keyin jannatga kirasiz." Birinchi variant. Yoki hozir vafot qilasiz, tezda vafot etolasiz, Parvardigorning huzuriga o'tasiz dedi. Haligi yonidagi yigit terisiga sig'may ketdi. "Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi? Tasavvur qilaylik-da, tirik bo'lganda nima bo'lardi?" deganda hech qaysi payg'ambar unga shu narsa taklif qilinganda dunyoda tanlagan emas dedi. "Valal axiratu xoyrun laka minal ula, val axiratu xoyrun va abqa." Ey Muhammad alayhisalom, oxirat hayoti bu dunyodan sizga yaxshiroq ham, boqiyroq ham. Oxirat bu dunyodan afzal dedi Alloh taolo. Agar yaxshi narsa bo'lganda Rasululloh tanlamasmidi? Birorta payg'ambar tanlamasmidi dunyoda qolishlik?